Sizni taniysizlar. Shu Mike Taysonga bo'lgan hurmatinglarni bir necha barobarga oshirib olaymi? Balki kimdir eshitgandir yoki ko'rgandir bu voqeani, lekin ko'rmagan, bilmaganlar uchun Tayson tog'amizga va uni og'aynilariga bo'lgan hurmat bir necha barobarga oshadi. Sababi men yashab yurgan o'sha Kaliforniyani Los Anjelesning qoq markazida kafeyni ochilgan. Kafeyni kiraverishida yozuv yozib qo'ygan, qanday xunuk eshitilmasin. Itlar hamda musulmonlar kirish mumkin emas deb yozgan. Da shunaqa yozgan. Keyin nima bo'lgan deysizlarmi? Keyin Tayson tog'amiz ko'chada bunday ketyapti tursa, yozib turibdi kafeda. Tushunmadim degan. O'zini og'aynilariga telefon qilgan. Og'aynilari kim bo'lgan? Bittasi professionalniy boksyor, Shvetsiyaniki Badut Jek degan, ikkinchisi falastinlik Amir Abdulloh degan professionalniy boksyor. Uchovlari yig'ilib kafega kirishgan va dalish sizlarga videoda nima bo'lganini ko'rsataman. То вера и достоинство не подвластны унижению. Хозяин заведения был настолько напуган, что не осмелился сказать ни слова, лишь наблюдая за происходящим. Abdushi молодец, respekt deymiz Tayson tog'aga. Yana nima deyishimiz mumkin? Qalbidagi iymonini mustahkamligini ko'rsatdi, dakazat qildi. Odamlarda yaxshisi ham yomoni ham bor, bo'ladi, bo'lib kelgan ham. Tak что ajratish kerak emas. Dini bo'ladimi, rangi bo'ladimi yoki bir boshqacha dunyo qarashi bo'ladimi? Sizlarga ham hurmatinglar oshdimi? Tayson tog'amizga dagin.